Assalomu alaykum hammaga. Am, Ancha bo'ldi YouTube'ga video qo'ymaganimizga. Bizdan ko'p masalan shogirdlarimiz prop olib savdo qilayotganda ko'p proplarda consistency score degan narsa bor. Masalan, bitta prop leverage. Bunda shunaqa narsasini mana ko'rsatmoqchiman. Consistency score 20% deb yozib qo'ygan. Ko'p proplarda mana shu narsa muammo qiladi и вообще-то bu o'zi nima, qanaqa qilib bu bilan savdo qilsa bo'ladi, qonun qoidalari вообще umuman mana shuni qisqacha tushuntirib beraman. Hop, bunda profit target, daily loss, max loss bilan hammasini o'tgan darsliklarda ko'rsatilgan qilingan. Masalan, kunlik loss 3, общий 6, keyin mana bu yerdan boshlasa bo'ladi. Minimum trading days bu 0.5%. Keyin bizga kerak bo'ladigan narsa bugun tushuntirib beradigan bu keyin payout frequency mana shu narsa. Hop. Tak, bu o'tgan mana tayyor qilib yozib qo'yganman. Masalan, sizlarda o'zi bu narsa nima? Consistency score. Bu degani ko'p proplarda shunaqa narsa borki, sizga srazi oldingiz, funded bo'ldi deylu, и srazi 2-3 kun ishlab yoki bir hafta ishlab xohlagancha protsentlar, masalan, bir haftada bir xil shunaqa treyderlar bo'ladi, yoki yaxshi bozor kelib qolsa, analiz yaxshi kelib qolsa, srazi bir haftada 5-10% qolishi mumkin-da, и srazi payoutga bersa, bu ko'p proplar bu narsaga ruxsat bermaydi. И bir ikkita proplar mana shu narsani qo'yib qo'yadi. Skor 20%. Bu nima degani? Siz xohlagan paytingizda pul yecha olmaysiz, ya'ni o'zi qo'ygan определенный vaqti bo'ladi, 20% deyapti. И bu mana bu yerda 14 kun degan. Masalan, 14 kun payout frequency. Bu degani siz funded bo'lganingizdan keyin srazi 14 kun ishlab berishingiz kerak, lekin srazi pul yecha olmaysiz. Hop, srazi pul yecha olmaysiz, 14 kun ishlab bersam bo'ldimi degan narsa bilan qutulmaysiz. Bundan keyin yana darscha qoidalari bor. 14 kun ishlab berishingiz kerak. Keyin mana bu yerda minimum profitability 0.5%. Bu degani agar siz 100 kali prop olsangiz, deyli 14 kun foyda qilib berish kerak. Bu degani bir haftada 5 kun savdo kuni bo'lsa, короче 3 haftada hafta ishlab berasiz. 0.5% dan minimum qiladigan summangiz. Minimum bu $500 bo'ladi. $500. Keyin bu yerda mana men yozib qo'ydim. Masalan, deyli bu yerda 14 kun kalendarniy kunda и 14 kun foyda qilishingiz kerak, 0.5%, ya'ni $500 dan baland. Agar siz $400 dan yoki $499 dan qilsangiz, 2-3 kun u 14 kun hisoblanmaydi. Ya'ni 3 kun $500 dan past qilib qo'ydingizmi, lekin 14 kun ishlab bergansiz, to'g'rimi? Lekin orada 3 kun $500 dan baland bo'lmagan. O'sha narsani minus qilib tashlaydi, где-то 11-12 kun ishlading deb turib qiladida, yana dalishi plus buning ustiga 3 kun 4 kun qo'shish kerak, ishlab berish kerak. O'shaqa narsa nima deydi? Anaqasi bor. Majbursiz дополнительно ishlab berish kerak. Hop, bu degani mana 20% dan qilamiz и sizlarga как бы готовый plan. Masalan, общий 14 kun qildingiz, birinchi kunini 500, keyin 600, 700, 800, 1000, 700 va hokazoda 14 kun qildingiz, hammasi ketma-ket 0.5% dan baland. Bir xillarda bu yerda mana 1% dan 2% gacha ham foyda qolgan momentlar bo'ladi. Masalan, qilib yubordingiz. Keyin 14 kun как положено ishladingiz, 0.5% dan har bitta kuningiz 0.5% dan baland chiqishi kerak. Chiqdi. Endi siz payoutga bersangiz, bular prop kompaniyadagilar tekshiradi. Ya'ni bu trader 14 kun ishladimi? Birinchisi ishladi. Keyin 0.5% danmi hamma shu 14 kun ichida qilganda 0.5% dan. Endi общий summani qo'shadi. Masalan, mana qo'shilgan summa
общийsi siz ya'ni 14 kunda mana shu summani ishladingiz. $11,400 ishladingiz. Ishladingizmi, keyin bu yoqda mana 20% turibdi. Bu degani hozir tushunib olasizlar. Buni 0,20 ko'paytiramizda $2,280 chiqadi. $2,280 chiqqanidan keyin qaraydi. Mana shu общий qilgan summangiz 20% dan to'g'ri kelyapti. Bu yoqda общий 14 kundan qilgan eng baland, eng katta foyda qilgan kuningiz qaysi? Masalan, mana $1,500, to'g'rimi? Mana shu eng katta qilgan $1,500 shu kundagi kuningiz mana bu 20% общийdan hisoblangandan past bo'lishi kerak. Ya'ni 1,5 past bo'lishi kerak bundan. Значит, mana shu datchik ko'rsatkich sizda past bo'lsa, bu 20% degan qoidasiga to'g'ri keladi, sizga foyda pul yechib berishi mumkin. Mana shu narsasi ham bor. Lekin siz naborot bo'lishi mumkin, ketma-ket 1% dan qilib tashladingiz-da. Qilib tashlayapsiz. Keyin buni hisoblab turib 20% qilsa, lekin общий summangiz deylik mana bu narsa tak bu narsani общий hisoblaganda qancha chiqadi? Masalan, 2300 chiqadi. 1,5 emas, 2300 chiqadi. Значит, mana bu 20% dan sal oshib ketadi. To'g'ri kelmayapti, to'g'rimi? Shunaqa nima qilish kerak? Yana 15-kun bitta yana foyda qilib olasiz. 1% mi, 0,5% mi qilib olasiz. Shundan keyin общий hisoblanadi, yana bu summa qo'shiladi. 0,20 ko'paytirsangiz, общий summangizdan yana 20% dan baland past chiqishi kerak. Shundagina siz payoutga berishingiz bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin, agar siz masalan tinmasdan где-то qanaqa 1 oy ishladingiz deylik. Masalan, примерно 20 kun bor-da, 1 oyda. Savdo kuni 20 kun ishladingizda payoutga bermoqchisiz, to'g'rimi? Siz ketma-ket 0,5% dan har kuni qilish shart emas. Ya'ni payout berayotgan momentingiz 20 kun bo'lsa, 20 kun ichidan 14 kunni oladi-da. 14 kun ichida siz o'sha 14 marta 0,5% dan baland qilishingiz kerak. Agar o'sha narsaga to'g'ri kelsa ham bo'laveradi. Farqi yo'q. 2-3 oy ham savdo qilib turib keyin qilsangiz ham farqi yo'q. Bu narsani xohlang ketma-ket 14 kun ham ishlang. Bunaqasi yo'q. Shunaqa. Qisqacha shunaqa informatsiya. Yana qanaqadir qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyada yozsanglar bo'ladi yoki keyingi yana qanaqadir foydali bo'lgan temalar agar bizda qolib ketgan bo'lsa, yozib qo'ysanglar, biz keyingi videoda harakat qilamiz ko'proq o'sha temalar bilan tushuntirib berishga. Hammanglarga rahmat, charchamanglar.